Assalomu alaykum barchaga. Siz yana Key Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga yangilangan BYD Champion avtomobilini ko'rsatmoqchimiz. Bu Smart Drive, ya'ni o'zgartirilgan varianti. Mana ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shu qismida boshqa, ya'ni lyuksroq klassdagi BYD ham BYD tanglarda lider qo'yilgan bo'lsa, bu avtomobilimiz bilasiz, hamyonboproq hisoblanadi. Shuning uchun bunga liderdan arzonroq bo'lgan, lekin avtopilot tizimida harakatlana olishini ta'minlaydigan tizim o'rnatilgan. Mana shu qismida 3 ta qo'shimcha kameralar avtomobilimizda mavjud. Undan tashqari esa Distronic radarlari ham xuddi shunaqangi o'z holatida avtomobilda qoldirilgan. Old qismida deyarli o'zgarishlar yo'q. Yon tomoniga o'tadigan bo'lsak, aynan 2025-yilda yangilangan disklar bu avtomobilimizda ham xuddi shunaqangi holatda saqlab qolingan va bunda bo'lgan o'zgarishlardan biri old qismida, ya'ni ko'ryapsiz, Parktronic sensorlari 2 donaga qisqartirilgan edi oldin, 2 dona qoldirilgan edi oldida. Bunda yana 6 ta bo'lgan, ya'ni bu avtomobilimizga avtopilot avtomatik to'xtash joyiga qo'yish tizimi yana qaytadan qo'yilgan. Chunki avtopilot bor, endi avtomatik qo'yish joyiga ham qo'ya oladi avtomobilimiz va mana ko'ryapmiz qo'shimcha kameralar qanot qismlarida hamda avtomobilimizning yon ko'zgusini mana bunaqangi dastaklarda ham qo'shimcha kameralar o'rnatilgan. Bular esa avtomobilni avtopilot tizimida harakatlanishiga javob beradigan kameralar hisoblanadi. Yon qismida ham avtomobilda deyarli o'zgarishlar bo'lmagan, xrom elementlari xuddi shunaqangi o'z holatida saqlab qolingan. Eshik dastaklarida ham xrom elementlari, undan tashqari kalsiz kirish funksiyasi ham bu avtomobilimizda ham mavjud va boya ko'rsatganim kameralar chap tomonida ham bor. 360 gradus kameramizga javob beradigan blok ham joylashtirilgan. Undan tashqari esa aynan avtopilotga javob beradigan kamera ham avtomobilimizni yon qism ko'zgularini pastki qismida joylashtirib o'tilgan va orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, xuddi shu yangilangan, ya'ni logotip yonib turish tizimi bu avtomobilimizda ham bor va qo'shimcha yana bitta kamera mana aynan shu qismga qo'yilgan, qo'shimcha to'xtash chirog'ini pastki qismiga. Mana bu qismda esa 360 gradus kameramizni orqa qismiga javob beradigan blok joylashtirib o'tilgan. Yukxona to'liq elektron tarzda ochiladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin avtomobilimizning o'zining poliklari hamda quvvatlagiчлari bor. Va aynan BYD avtomobillarda bilasiz, BYD Champion, BYD ham hammasida o'zini mana bunaqangi uyda zaryadlash uchun oddiy rozetkaga tiqib ishlatish uchun bo'lgan zaryadlash moslamalari ham bo'ladi. Undan tashqari esa mana bunaqangi o'zi elektron avtomobilni g'ildiraklarini shishiradigan havo haydagichlar ham ushbu avtomobilimizda mavjud. Yukxona xuddi shunaqangi yana elektron tarzda yopiladi. Ya'ni orqa qismida avtomobilning o'zgarishlari yo'q, faqatgina orqa qismida qo'shimcha kamera qo'shilgan. Yon qismlarda ham o'zgarishlar yo'q, faqat shu kameralar qo'shilgan hamda bu Smart Drive bo'lib yangicha funksiya bilan boyitib o'tilgan avtomobilimiz. Oldingi BYD Champion, ya'ni birinchi chiqqan BYD Champion avtomobillarida bilasiz, mana shu qismlari to'q ko'k rangda bo'lardi. Bu o'zgartirilgan edi 2025-yilda. Aynan shu salon bu avtomobilimizda ham qoldirib o'tildi. Xuddi shunaqangi va asosiy o'zgarish ichki qismida ko'ryapmizki, avtomobilimizning rulida bo'lgan rul o'zgartirilgan va buni mana bu qismiga qo'shimcha yaproqcha, ya'ni lipistok qo'yilgan. Bu nimani vazifasini bajaradi, nima buni ishi desangiz, o'zi asosan masalan Lisiang avtomobillarda yoki boshqa avtomobillarda ham avtopilot tizimi bor. Ularni skorosti mana bu yerda gitarada joylashtirilgan bo'ladi. Haydab ketayotganingizda drive'da tursa, shuni yana bir marta pastga qilsangiz, o'zi avtomatik tarzda avtopilotga o'tadi. Bunda esa bilasiz, mana bunaqangi jo'stikli uriladigan skorost qo'yilgan, ya'ni shunaqa qilib qo'yilgan bunda. Shuning uchun bunda avtopilotga qo'shib bo'lmaydi mana bu qismdan. Shuni evaziga aynan rulning orqa qismiga avtopilotga avtomobilni o'tkazadigan tugma qo'yib o'tilgan. Bu ham to'liqligicha D-Link 5 ta ishlaydi, juda ham zo'r, ishlashiga gap yo'q, qotmaydi ham deyarli. Mana avtomobil keladi, ko'ryapsiz. Mana bunaqangi siz 360 gradusda avtomobilni ko'rib, sozlanmalarni ham sozlab olishingiz mumkin. Mana bunaqangi funksiyalari ham bor. Buni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Hozir ventilyatsiyani past balandligini o'lchasa, xuddi shuni mana bunaqasiga qilsangiz, konditsionerni gradusini, ya'ni temperaturasini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi ushbu avtomobilimizda. O'chirib qo'yamiz sekingina va ichki qismida avtomobilning o'zgarishlar deyarli faqatgina rul qismidan boshqa joylarda yo'q ekanligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va endi orqa qismini ham sizga ko'rsatib o'tamiz. Orqa qism xuddi shunaqangi saqlab qolingan avtomobilimizda. Charmlari ham deyarli oldingisi bilan bir xil, ya'ni bu yerda sifatida u darajada ko'p o'zgarish bo'lmagan. Faqatgina tom qismida bilasiz, birinchi chiqqan BYD Championlarida nisbatan qattiqroq material edi. Bunda ko'ryapsiz, anchayin soddalashtirilgan materialdan foydalanib o'tilgan avtomobilimizda endi baribir narx o'zidan o'zi tushmaydi, bilasiz. Shu narx tushganning evaziga ham avtomobilni nimalardandir voz kechishga to'g'ri keladi va yana aytib o'tish esimdan chiqibdi.
avtomobilni avtoparkovka, ya'ni avtomatik to'xtash joyiga qo'yish tizimi qo'shilganning evaziga endi monitor aylanmaydi. Oldingilarda aylanardi. O'zi u funksiyani ko'pchilik ishlatmasdi. Bunda xuddi shu narsa olib tashlanib, o'rniga kerakliroq, odamlarga manfaatliroq bo'lgan narsa qo'shilgan avtomobilga. Endi esa sizga texnik xususiyatlari hamda avtomobilning narxini aytib o'tamiz. Bilasiz, texnik xususiyatlarini aytganimizda deyarli kapot qismini ochib sizga ko'rsatmas edik, lekin bu avtomobilda ko'rsatmasak bo'lmaydi. Ko'ryapsizki, oldin motor qismi to'liqligicha plastik bilan qoplangan bo'lardi. Bu avtomobilimizda endi qoplanmagan, chunki shu narsa ham avtomobilning narxiga ta'sir qilar ekan. Zavod tomonidan olib tashlangan. Bu avtomobilda ham oldingilari bilan bir xil 218 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 7,5 soniya atrofida qo'zg'aladi. Maksimal tezligi 175 km/soatni tashkil qiladi. Elektr energiyasida esa 605 km masofani bosib o'ta oladi. Batareya hajmiga keladigan bo'lsak, 87,4 kWh sig'imga ega to'liqligicha temir fosfatli batareyalar bilan jihozlangan va bu yangilangan batareyalar. Ya'ni oldingi birinchi chiqqan restayling bo'lgan, ya'ni Song Plus'dan chempionga o'tgandagi chempionning batareyasiga nisbatan bundagi batareya anchayin ko'proqqa sizga xizmat qilib bera oladi. Avtomobil King Motors avtosalonida hozirgi kunda sotuvda mavjud. Ko'rib turganingizdek yangilangan Brooklyn Grey rangi, undan tashqari mana orqa tomonda turibdi. Oq rangi hamda qora rangi sotuvda mavjud. Aynan Brooklyn Grey bilan oq rangi 28500, qora rangi esa Xitoyning o'zida ham topish qiyin bo'lganligi uchun, Xitoydan biz ham nisbatan qimmatroqqa olganligimiz uchun 29000 AQSh dollari deb baholangan. Kimgadir avtomobillar qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Shoshiling, avtomobillar soni cheklangan. Sizni King Motors avtosalonida kutib qolamiz.